Ushbu video shunchaki dublyaj qilindi. Men kimdandir yoki nimadandir ideya chopganim yo'q. Video egasi kommentariyada bo'ladi yoki opsiyada. Sizlar shunchaki negativ bildirmang va kanalga obuna bo'ling. Nima bu? Yo'q, men xato aytibman. Voy xudoyim, hamma aholi mana shu yerda ekan. Ular ko'rinishdan Vertini yo'q qilmoqchi. Albatta, bularning hammasi olimlar. Sen ahmoq, Vertini o'ldirish uchun shu yerda ishlayapsanmi? Bo'lmagan gap. Voy xudoyim, lava, menimcha u ishlamaydi. Shag'al, men buni sinab ko'rdim, u ishlamadi. Bu ham ishlamaydi, ahmoq, sen nima qilyapsan o'zi? Yo'q, to'xta, biz qishloq aholisini yana yo'qotishga haqqimiz yo'q. Rostini aytsam, ahvol juda yomon. O, bu Void-ku. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Menimcha mana shu usul, uni dunyo chekkasiga chiqarib yuboramiz. Aynan shunday, lekin unga ishonch hosil qilish uchun sinab ko'rishimiz kerak. Vertini kuchini hali qanday ekanligini bilmaymiz. Verti maxluqqa aylanganda sen ham o'sha yerdamiding? Ha, o'sha qirg'inda butun oilamdan ayrildim. Xudoyim, juda afsusdaman, lekin menimcha javob mana shu. Qanday ishlashini ko'rsatib olasanmi? Ey, nega bunday qilding? Avval biror bir buyum bilan sinab ko'rishimiz mumkin edi. Xullas, tinch yot birodar. Endi oilang bilan birgasan. Sen nima deb o'ylaysan? Vertini Voidga tashlab o'ldiramiz. Hozir baza qo'shishimiz kerak va uni aldab tuzoqqa olib kirishimiz kerak. Tezroq qurilishni boshlang. Voy xudoyim, bu juda ham zo'r chiqyapti. Devorlarni ham bitiring. Tuzoqlarni yana men qilamanmi? Albatta. Ajoyib, Voidga olib kiradigan yo'l ham tayyor. Endi uni qanday qilib ichkariga jalb qilishni o'ylash kerak. Biz ishora berishimiz kerak. Sen doim qishloq aholisini qurbon qilmoqchisan. Hech kim o'ldirmaymiz, tinchlan. Nimadir yetishmayapti. Hammamiz qurollanamiz. Sen qilichni ol, sen kamonni ol, sen bazukani ol, sen avtomatni ol. Jamol, sen mana bu snayperni ol. Menchi. Mana ol. Aholi, bugun kechqurun biz halok bo'lganlarni sarflash uchun jang qilamiz. O'lamizmi, tirik qolamizmi, bizga baribir. Faqat Vertini yo'q qilamiz. Shu tentak ishlarni bir umrga to'xtatamiz. Kechqurun kim men bilan? Hamma hushyor bo'lsin, u istagan joydan chiqadi. Jamol, tayyormisan? Ha, tayyor. Bozo, senchi? Ajoyib, hammasi reja bo'yicha. Ey, nega buncha kechikyapti? Taymer ham tugadi. Nahotki Verti bizdan yolg'on bilan qo'rqitgan bo'lsa? Mayli, undan ko'ra uxlay qolaman. Yo'q, yo'q. Ey xudoyim, bo'lishi mumkin emas, u kelib. Qishloq aholisi, tayyor turing. U kelyapti. Verti, o'zingni ko'rsat. U shu yerda. Verti? Nima? Jamol, seni yaxshi ko'raman, birodar. Nahotki o'ldimi? Albatta yo'q. Qishloq aholi, hujumga, oldinga, faqat oldinga bosinglar. Sen raketani ot. Men buni qila olmayman, Rev. Ey xudoyim. Tugadi Verti, buni ol. Ey xudoyim, bas qil Verti. Iltimos, to'xta. Rev, biz uni Voidga olib borishimiz kerak. Ha, to'g'ri aytyapsan. Bozo, yugur. You're dead. Dead. Yugur Bozo, yugur. Danya, wait. No, 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 Rev! Bozo, Verti? Biz buni uddaladikmi? Men o'ylashimcha, albatta. Voy, juda ko'p qishloq aholisi halok bo'libdi. Kechiringlar bolalar, sizlarni tinglamadim men. O'tmishni o'zgartira olmaymiz, Rev. Biz buni uddaladik. Verti o'ldi, endi u bizni hech qachon qo'rqita olmaydi. To'xtang, nimani ovozi kelyapti? Yo'q, yo'q, bu bo'lishi mumkin emas.